Ey. Nima bo'ladi achkini she'rga qo'ysa? Bobom har doim mana shuni achkisi bilan she'rga qo'yib keladi. Keyin nima bo'ladi? Zo'ntikni ko'ringlar. Ha, zo'ntik chiroyli. Keyin nima bo'ladi shunday qilsa? Zo'ntiging invalid-ku qizim. Sindiribsan-ku zo'ntikni. To'g'ri buzganda, shunda ashuna qiladi. Kim buzgan bu? O'zing buzgansan. Och axir. Yo'q, bo'lsa ham ochsa bo'ladimi shuni? Yo'q. Ha, Mana o'sha yo'qolib qo'y. yo'qolib qolgan. Yo'qolib. Kim yo'qotadi shuni? Kim yo'qotganda? Kimdir shu kim? Kimga yo'qotib qo'ygan? Kim yo'qotgan shuni? Kim? Bu biklar uxlayotganda kimdir bu biklar pishirlar olib chiqib qo'ygan. Bu biklar uxlayotganingizda kelib olib ketib, O'zi ketib keyin zo'ntikni buzib ketgan. Tishlab? Bubiga? Pishak bilan bu biklar tishlab ketgan. Kelib sizni zo'ntigingizni tishlab ketadi. Malika Safiyani ko'rib ko'rdinglarmi? Ko'rganmiz. Mana ko'p Malika Safiyani. Nima qildi shunga? Hozir televizorda Malika Safiyani film qo'yib beraymi? Yo'q. Kerak emas. Yo'q deydi. Qo'yib beray, bitta ko'ringlar. Yo'q deydi. Bitta ko'ringlar. Zo'ntigingizni to'g'irlang. Malika Safiyani. Ey, qo'yma dedim. Zari qo'yma, o'ychi. Qo'lqopimni kiyib ko'rsating. Yo'q, zo'ntigingizni to'g'irlab oching. Kiyimlar kiyib qayoqqa boradi keyin odam? Ha, tug'ilgun bo'lsa, tug'ilgunni kimdirda. Ashuna. Bu tug'ilgun bo'lganda o'rtoqlar. Ashuna kiyib boradi, kiyadi. Qo'lqop ham kiyish kerak. Qo'roqda, qo'roqda, qo'roqqa kiyadi. Unaqa nima? Boshqa payt kiymaydi. Quyosh yonqanda kiymaydi. Hozir soat necha bo'ldi? Masalan, 12 bo'ldi soat. 12. 9 bo'ldi. 12 da shunaqa kiyinadimi odam? Pijama kiyib uxlamaydimi? Pijama. Mana qo'rqoqni ko'ring. Bittaginami? Mana bitta bor. Ha? Kiyishni bilasizmi o'zi ikkitani? Ha. Kiyishni biladiganga o'xshamayapsiz-da. Bittani kiyib yechaverarkansiz-da. To'g'ri qilasiz. Shunga soat kechasi 12 da pijama kiymay shunaqa kiyimlar kiyish kerakmi? 12 da tug'ilgan kunga boradimi odam? 12'da biz uyimizda tug'ilgun bo'ladi. 12 da bo'ladimi tug'ilgan kun? Oxirroq qilsa bo'lmaydimi? Hamma uxlaganda qilish kerakmi tug'ilgan kunni? Yo'q. Bir o'zimiz mana dasturxonni qo'yib, hamma narsani qo'yib, o'zimiz mehmonlar chaqirib deb o'tiramizmi? Shunchunmi? Shuncha kechasi 12 da qilish kerakmi? Bir o'zimiz o'tirishimiz uchun. Mehmonlar chaqirib, yo'l qo'yganlar. Shunda Habib o'zi pulni qo'yish kerak edi. Esdan qoldimi? Ana aytdim, eslatmadingiz. O'zingiz eslatmadingiz.
Siz o'zingizda ayb eslatmagansiz shuni. O'zingizda ayıp. Siz eslatganingizda biz qilardik shuni. Bana aytdim. Aytdim. Kunkununda qachon qilamiz debdim. Shuni 12da aytasiz. Sonra bugün aytardim. Tavba qilmasan. Yarim Mana kechasi keyin. kaskalarimni ko'rdinglarmi? Kaskalarim cho'lgin. Kim sovg'a qilgan ular? Buni opam kichkinaligimda chizdim. Az katta bo'ldim. Hozir katta bo'lib ketdingizmi? Voy, bu Zarina katta bo'lib ketibdi-ku. Hatto gapirishni bilaman. Hatto mikrofon qo'yishni bilaman. Hamma narsani bilar ekansiz. Ha? Archa bezatishni ham bilaman. Archani kim bezatdi? Niye bezatgan? Mana ularni dadam bezatgan. Shunaqa ko'ylakni ichidan yana ko'ylak kiyarim ekan. 2 qavat qilib. Buni ko'ylak. Tagidagi archani ko'ylagimi? Tagidagi kimni ko'ylagi? Mana u kimni ko'ylagi? Yerga. Shunga ikkita kiyardim. Bu buni ko'ylagi. Buni jinsi. Xo'p, bu kimniki unda bu? Meniki. Sizniki, lekin bitta ko'ylak kiyganda ikkinchisini yechib qo'ymaydimi? Mana kalbutga kiyib ko'zini ochib yurmaydim. Kalbutga kiyib yurdim. Kolgotka. Ey xudo. Shuni ham biz bilmaymizmi? Ha. Qayerga ketyapsiz? Yangi tuflichani kiyib ko'rsating. Tuflicha nima kerak? Tuflicha Ko'rsating. kimga ko'rsatasiz? Senga. Bizga? Ha. Men bittaman-ku qizim. Men bittaman-ku. Bu yoqda kiysangiz bo'lmaydi. Kimga qaranglar deyapsiz, qizim? Men bittaman-ku. Ayjon qarang bo'lmaydimi? Bu tuflini o'zim olib berganman-ku, bilaman qanaqaligini. Yana menga maqtanyapsanmi, qizim? Bor joying. Bo'ldingizmi kiyib? Nimaga endi tufli kiyapsiz yarim kechasi? Yaltirog'i bormi tuflingizda? Mana qanday yuribdi. Hatto buni bantiki bor. Reklama bo'lib ketdi tuflingiz. Endi hamma shunaqa tufli olib kiyaman deydimi endi? Yo'q, men ularga bora bor. Ne tufling deyman. Ular sen tufling kerak emas, bozordan o'zimiz olib olamiz desachi. Ay, obis olsun. Menga nima haqqing bor deyman. Shunaqa deb bo'larmi hech zamonda? Hey. Tuflini kiymasdan uxlasangiz bo'lmaydimi? Hamma uxlayapti-ku. Nima uxlamaysiz? Nima bo'ldi endi tuflini kiygandan keyin? Chiroyli bo'ldi. Shu yubkangiz mana archaga mos bo'ldi-da, lekin bor-ku. Bir xilga bir xil bo'ldi-yu. Buni qanaqa? Yashil. Bitta yashil. Yashil. Ikkita yashil. Opam paypoq qanaqa? Pushti.
Akam kurtkasi qanaqa? Nimaga siz meni rang so'rayapsiz? Siz yarim kechasi uxlaylik deb men sizga. Mana qanaqa? Pushti. Uchi. Hamma yog'i pushti. Uxlaymizmi yo'qmi? Ranglar bilib bo'lgan bo'lsangiz uxlaymizmi? Yo'q. Ey, baraka topkur, soat 12 bo'ldi. 1 bo'lyapti bu. Dadam kelmasa, yo'qlayman. Dadajoyingiz ertaga kelar. Ishda dadajoyingiz. Archani chiroyli qilib bezatibsiz. Mana ko'rdik, voy, bu dahshat ekan archa. Lekin bu degani ertalabgacha uxlamasdan turish kerak degani emas-ku. Mana yulduz shalisini ko'rdinglarmi? Yo'q. Kimga aytyapsiz, ko'rdilaringmi deb? Sizga. Men bitdim. Bu chalni ko'rdinglarmi? Men bitdim. Qo'ying. Archa beziklarini tinch qo'ying. Uxlaylik. Uxlamasak bo'lmaydimi? Bo'ldi. Kiyimlaringizni yeching, uxlaymiz. Eshityapsizmi? Ertaga bog'chaga borasiz, qaytib turasiz ertalab. Buni qanday uxlatsak bo'ladi?